Bu murabbiy uni oldinda qanaqa fojia kutib turganini hatto tasavvur ham qilmayapti. Mayk Tayson 20 yoshda professional karyerasiga bor-yo'g'i 1,5 yil bo'lgan bo'lsa-da, u allaqachon 26 ta jang o'tkazgan. Ammo Xose Ribaltani o'z ko'ziri bor edi. Uni bo'yi 2 metr. U shunday o'ylardi, faqat mana shuni o'zi Temir Maykni to'xtatish uchun yetarli. Uni murabbiy ishonch bilan Tayson ortiqcha maqtangan deyardi. Biroq birinchi raund o'zida ular qanchalik adashganini tushunishdi. Yorqin hujum va Ribalta birinchi marta kanvasga yiqildi. Bu faqatgina boshlanish edi. Davomida haqiqiy koshmar boshlandi. Har bir almashuvda Tayson uni parcha-parcha qilardi. Har bir zarbani ovozi portlashda tinglanardi. Ribalta imkon topmasdan klinchga tortardi. Ammo Maykning temir qadamlari uni urinishlarini yo'qqa chiqardi. Har bir soniyada vaziyat tobora umidsiz ko'rina boshladi. Tayson ushbu jangda vahshiy edi. Unga bitta ring to'rlik qilardi. Shunga qaramasdan Xose qayta turardi. U taslim bo'lmasdi. Hatto hamma oxir yaqinligini ko'rib turgan paytda ham. Keyinroq u shunday dedi: "Meni hech qachon hech kim Taysonga qattiq urmagan." O'z navbatda Tayson shunday dedi: "Men Xoseni bor kuchim bilan urardim, u esa hammasiga chidadi. U qayta yana qaytardi." Do'stlar, ushbu jang haqida sizning fikringiz qanday? Kommentariyaga yozib qoldiring.